Yo'llar rasmga olyapmiz videoga. Mana inoq yonimiz yaqinda bo'laradi. Bolasi 5-6 kunlik bo'lib qoldi. Mana bolalar 3 ta. Hammasi yaxshi. Sog'lom. Mana bu yerda kaliflarimiz bor. Jigarrang quyon. Jigarrang quloq shalpang. Hozirda kalif topib ko'rsataman. Yaxshi holati qarichiga 1 2 qarich. Mana shungacha. Ikkitasi va o'rtasigacha 2 qarich. Ko'zi qizil. Qo'shamalar yo'q bularda. Mana katta quyonlarni ko'rdilaring. Endi bola quyonlar. Mana toza kalifim. Bundan 3 ta bor qo'shli. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Eti ham yaxshi. 2 oylikdan o'tdi bular. Mana babichka. Sho'lmay qoldim hozir. Mana babichka degandan toza bu ham. Emas. 1 2 qarich bu. Kalif bilan teng ekan. Hop endi. Onu da oq yondirib ketdi. Shuni bolasi. Mana bitta dona. Ish yaxshi. Bu ham 2 oylik bo'lyapti. 1,5 oydan o'tdi. Holatlari yaxshi. Qizil ko'z, toza hikol. Hop keyin yana mana shu babichka deganning tozasi bu ham. Mana yana babichka bilan oqlandir chatishgan. Quloq uzun, oq bergan. Mana ko'rishlaring mumkin. Bu 2 oylikdan o'tdi kaliflar bilan teng. Qarichiga 1 qarich oshiqroq. Mana yana quyonlar. Mas ko'rishlaring mumkin. Burchida qora quyon turibdi. Mana jigarrang quyon. Mana bu yerda ham quyonlarimiz turibdi. Babichkani sarig'i. Toza Kaliforniya quyonidan 3 ta bor. Bu ham bolasi. Mana bitta. Yo'q, bu bo'lsa ekan. Mana bitta. Bu ham yaxshi. Qarichiga 1 qarich oshiq. Qoshi ham bor buni ham. Mana hamma quyon yaxshi hozircha. Babichka bilan oqlandir chatishganda buni o'g'illari ham bergan. Rangi yellab ketgan. Tomoshaga sotilmaydi chiqaysa. Bo'lgan videolarni ko'rasizlar. Like bosishni eslaringizdan chiqmasin.